Battinda aksiya. Qo'limdagi oyoq kiyim aksiyada desam, ishonasizmi? O'zim ham sal ikkilanib turibman bunaqa narxligiga. Chunki bu oyoq kiyimlar paytida 250-300 mingdan kamiga sotilmagan oka. Podoshvasini balandligini qarang. Yumshoqqina rezinadan, umuman zax, sovuq, yomg'ir, qor hech nima o'tkazmaydi. O'zi bitta qaraganingizdan ham Xitoyda ishlab chiqarilganligini sira sezgan bo'lsangiz kerak. Umuman olib aytganda, любой obrazingiz bilan universal tushib ketaveradigan oyoq kiyim. Bularni hozirgi aksiyadagi narxi nech pulligini taxmin qilib ko'rasizmi? Keling, o'zim ayta qolay, baribir topa olmaysiz. Bor yo'g'i aksiyada 119.900 so'm. Ko'chani sovuqligini aytmasam ham o'zi ko'rib turibsiz, aka. Biza bo'lsa issiqqina kurtkalarni aksiyaga qo'yib yubordik. Haftalik aksiyalarni qilib kelayotganimizga ham mana 2 yildan oshibdi. Lekin shu paytgacha aksiyadagi kiyimlarimizdan xarid qilganlardan deyarli shikoyat yo'q. Mana bu ko'rib turgan kurtkalaringiz bo'lsa, hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Umuman suv, yomg'ir o'tkazib yubormaydi, aka. Butun tanangizni issiqqina ushlab turadigan qalin plashovkadan tikilgan. Ichlaridagi halofiberlari ham yengilgina bo'lgani uchun bu kurtkani komfortiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, shunaqa sifatli kurtkalarning narxi nech pul ekan deb o'ylayapsizmi? Aksiyadagi narxi bor yo'g'i 129.900 so'm. Aksiyamiz 10-dan 13-yanvargacha Battinning barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Battin, sifatli kiyim qimmat degani emas.